Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Scalp Trader YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yangi video olamiz YouTube kanali uchun. Hop, mavzu nima bo'ladi? Mavzuyimiz hammaga qiziq bo'lgan, ya'ni IFVG, ya'ni kanalda IFVG haqida darslar yo'q, ya'ni o'zim ishlatadigan uslubdagi IFVG ni ko'rsatib beraman. Bozordan polni qanaqa holatlarda kelishini ham sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Hop, hozir mana shu joyda IFVG bilan savdoga mana qo'yilgan. Ya'ni IFVG, bittadan IFVG bilan buni o'chiramiz. Endi sizlarga men birinchi o'chirtaman, teoriya ko'rsataman. Undan keyin polni qanaqa zonalarga kelishini ko'rib chiqamiz. Mana bu teoriyaga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda IFVG bilan FVG chizilgan, ya'ni imbalans. Mana bu zonamiz imbalans, ya'ni FVG desak bo'ladi. Mana bu nuqtamiz esa IFVG. IFVG ni sizlar qanaqa holatda ishlatishingizni hozir videoda bir to'la ko'rib chiqamiz. Bu FVG, ya'ni imbalans, hamma biladigan. Bu IFVG. Endi qaranglar. IFVG qanaqa holatda keladi? Misol uchun FVG imiz, mana aslida mana bu narsa FVG bo'lgan, mana bu uchtasi FVG bo'lgan. FVG ga обязательно mana bunaqa test berish kerak bo'ladi. Sizlarga aytilayotgan mana test berish kerak bo'ladi. FVG imiz bitta retesti bor. Ya'ni FVG yasadi, bitta test berdi, ko'rasizlar lowda yechdi. Testi bor. Endi qaranglar. Shu holatdan keyin FVG imiz, ya'ni imbalansi tana bilan buzib o'tadi narximiz. Tana bilan buzib o'tgandan keyin xuddi shu holatda obratni tуда qaytib keladi. Ya'ni mana shu FVG ga qaytib keladi. Bu narsa уже bizda ya'ni inversion FVG bo'ladi. IFVG bo'lib bizni savdoga qo'shilsak bo'ladigan holatda bo'ladi. Bu narsa qiyin emas. Stop loss lowda bo'ladi. Take profit 1 2 1 3 qo'yasizlar. Ya'ni xuddi shu narsaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, FVG bilan IFVG почти qiyin narsa emas. Asosiysi ishlatiladigan nuqtalar eng zo'rlarini aytaman sizlarga. Entry, ya'ni entry vaqtlarda ishlatsanglar juda manfaatli bo'ladi. Entry vaqtda olasizlar IFVG ni. Bundan oldingi videoyimizda breaker block bilan makro vaqtda savdo qilish bo'lgan. Uni ham ko'rib chiqsanglar yaxshi tushunib olasizlar. O'sha makro vaqtga buni qo'shsanglar ham normalniy savdo bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan xuddi shu holatda grafikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni teoriyada tushuntirdim. Ya'ni FVG imiz обязательно birinchi marta test bo'lgan bo'lishi kerak. Mana shu FVG chiqib test bo'lib tushgandan keyin bu narsani tana bilan urib o'tsa, mana bu FVG imiz IFVG bo'lib ishlab beradi. Agar ko'pincha holatlarda retest bo'lmasdan tana bilan buzib o'tib ketib keyin bunaqa holat bo'lsa, u riskli bo'ladi. Shu uchun iloji boricha test bo'lganini kutinglar, undan keyin savdoga kirsanglar bo'ladi. Hop, grafikka ketdim. Mana shu holatni ko'radigan bo'lsak, mana bu IFVG yozilgan. Endi bu FVG sini bir qator topamiz. Mana bu FVG bo'lgan aslida, mana sizlarga yozib ko'rsatib beraman. Mana shu FVG bo'lgan, mana FVG. Mana shu holatda mana birinchi testda mana FVG qoldirib ketdi o'ziga narx. FVG qoldirib ketgandan keyin mana FVG ni boshlanishi, FVG ni tugash. Narx qoldirib ketgandan keyin bitta test bo'lib, hayimizni ham yechdi narximiz. Mana bitta hay yechdi. Ya'ni undan keyin tana bilan buzib o'tgandan keyin testiga sizlar savdoga kirib ishlasanglar bo'ladi. Testiga sizlar savdoga kirib ishlaysizlar. Bu narsani mana misol uchun mana test qayerda qilyapti, mana shu yerda qilyapti. Stop loss hayda, take profit 1 2 qo'yasizlar, joylashtirsanglar narx mana обязательно yurib bergan. FVG ni to'g'ri topsanglar, IFVG ni ham bemalol to'g'ri topasizlar. Hop, bu holatda ko'pincha entry holatlarda dedim. Entry holatlarda ko'pincha ishlatsanglar bo'ladi обязательно. Hop, yana ko'rib chiqadigan bo'lsak, entry, ya'ni entrylar qayerda bo'lgan? Xuddi shuni ko'rib chiqamiz. Вот mana bitta entry bo'lgan. Shuni o'chirib tashlaymiz. Endi qaranglar. Bu yerda qanaqa holat ketyapti? Misol uchun mana buni o'chirsak. Bu yerda mana buni FVG deb olsak. FVG deb olsak. Bu M5 da mana shu FVG. Endi bitta katta time frame alishtiramiz, чтобы o'yinroq joyi ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, qaranglar. M5 da zo'r idealniy turgan ekan, boshqa yo'q ekan. Hop, M5 da mana shu bizda FVG bo'lib,
birinchi o'chirtda ishlab bergan. Mana selga low olish shart emas. Ishlab bersa yaxshigina korreksiya bo'lgan M5da. Ana undan keyin misol uchun mana yorib o'tgandan keyin mana yorib o'tdi tana bilan. Undan keyin bitta testiga sizlar qo'shilsanglar bo'ladi. Bundoq bo'ladi. Stop lossinglarni lowga qo'yasizlar. Target o'sha aytilgandek 1.2 yoki 1.3 yoki qanaqadir likvid zonalarga joylashtirsanglar, shunda сделкалар yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni entry vaqtlarida, men sizlarga maslahat beraman, entry vaqtlarida shu IFUG ni ishlatsanglar zo'r bo'ladi. Breaker block, ya'ni bundan oldingi video aytildi. O'sha breaker block IFUG ni ishlatsanglar, setuplaringlar yaxshi chiqadi. IFUG juda ko'p joylarda o'xshaydi. Rosa ko'p uchratasizlar. Nima deydi? Entry olayotgan paytingizda любой parada, misol любой parani ko'ramiz. Hozir euro USD misol uchun mana bu hayda yechgan, to'g'ri? Mana bu hayda yechgan narximiz. Undan keyin mana bitta FVG bo'lgan, mana FVG bo'lgan. Bitta обязательно mana hayga testi bo'lgan. Buni ko'rsanglar bo'ladi. Mana hayga testi, hayga chotdi, hay suyib qo'ygandan keyin tana bilan buzib o'tdi. Mana bu yerda ham endi mashdan qo'shilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bez MSS ham kirsanglar bo'ladi savdoga. Aynan MSS kutib savdo qilish shart emas. IFUG dan shundan qo'shilasizlar. Stop loss hayda, take profit 1.2 yoki qanaqadir likvid nisbati aytildi. Любой parada, metalda, indeksda hammasida bir xilda keladi. Sizlar prosta to'g'risini topishingiz kerak. FVG test bo'lgan bo'lishi kerak. Undan keyingisi уже tana bilan buzib o'tadigan bo'lsa IFUG bo'ladi. Unutmanglar. Shu bilan savdo qilib turib, entrylarni yaxshi qilsanglar bo'ladi. Kanalda, YouTube kanalimizda entry bor, 8 xil entry bor. O'shani ko'rsanglar ham o'zingizga yana ham manfaatli bo'ladi. U ham qo'yilgan, uni ham ko'rib, qanaqadir o'zingizga foydali narsa olishingiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi darsimiz shu. Ya'ni qisqa video. IFUG yana juda qiyin narsa emas, juda qiyin mavzu emas. Prosta yaxshi, ya'ni to'g'ri nuqtalarda ishlatsanglar juda foydali bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, videoga like, komment yozib qo'ysanglar, qanaqadir любой so'z, любой zo'rmi, любой xohlagan so'zlarni yozib qo'ysanglar, bundan keyingi video bundan ham yaxshiroq bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat, o'rtoqlar, charchamang.